23-sanada tug'ilganlar. Mazkur sanada tug'ilganlar hammasi o'zlari xohlagandek bo'lishini istashadi. Aslida esa bunga irodalari yetmay, faqat zaiflarga qarshi qo'pollik bilan kurash olib boradilar. Ayyor, agar atroflari ozmi ko'pmi kuchli odamlardan iborat bo'lsa, bu kishilarning ruhlari tushgan holda ko'rasiz. Hissiyotli va mag'rur, o'zlarini boshqalarga qarzdor hisoblashni yoqtirishmaydi. Barcha bilan oralari ochiq bo'lishini xohlaydilar. Rasm-rusum taomildan ustun bo'lishga harakat qilsalar-da, biroq har qanday tartib-qoidadan bo'yin tovlashlari ularning jasurligi emas, balki jizzakiligi tufayli yuz beradi. Ustunlikka intiladilar. Do'stlarga munosabat borasida o'ziga xos aqidaga ega, biroq o'zlariga xuddi shunday munosabatni qabul qila olmaydilar. Ularga tobe bo'lishni xohlaydilar. Aynan o'zlarining mijozdagi insonlar bilan nikohlari risoladagidek kechadi. Nikohda hurfikrli bo'lishni istaydilar. Aslida esa o'zlarining aytgan, degani degan. Nozik masalalarda kuchli, xuddi o'zlaridek kuchli sheriklarni xohlaydilar. Aksincha holatlarda ham g'am chekmaydilar. Umuman aytganda, bu insonlar mashhur sifatida talabchan emas. Ular o'zlarini barcha masalalarda haq hisoblashadi. Bunday kishilar bilan murosa qilish qiyin. Boshqalarning nuqtai nazarini sabr-toqat bilan inobatga olish va qabul qilishni o'rgatish mumkin. Ular pulga sotilmaydi. Biroq pulni ko'rganda ularning fikrlari xiralashib qoladi. Ruhiy parokandalik, bo'g'inlar og'rig'i borasida muammolar tug'ilishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.